Bu qaysi karton film? Bilmaydiganman. Bu ustoz Abdulqodirning karton filmi. Sizlarga texi qo'yib bermagan. Ajab qiziqarli tuyuldi. Hozirli sizlarga qo'yib berman. Allah Taala'nın kainatda yüz berdigan narsalarni, kainatning yaratilishidan ilgari bilishi va Lavhi Mahfuz degan bir kitobga xotirlashi taqdir deyiladi. U imonning shartlaridan biri. Bu temani tafsilroq bayon qilib beramsiz, apandim? Ma'qul o'g'lim. Biz bir narsani faqat u hosil bo'lgandan keyin bilamiz. Hosil bo'lgan hamma narsalarni bilishimiz mumkin emas. Allah Teala bütün kainatni yo'qdan bor qilg'achqa, insonlarning beshiga keladigan hodisalar, insonlarning qilmoqchi bo'lgan ishlari, qaysi vaqtda o'ladiganligi, yer tavrash, o't ofati, kasallik, kun, oyning tutilishi qatorliq hamma narsani bilib turadi. Ammo bular insonlarning Allohning irodasida harakat qilishi, Allohning arzu qilgani uchun mo'min yoki kofir bo'lganlik ma'nosini bildirmaydi. Qandaqsiga? Aroq ichgan yoki boshqa bir gunoh qilgan birisi, bu Allohning taqdiri. Mening gunohim yo'q. Alloh taqdir qilmagan bo'lsa, men bu gunohni sodir qilmaydim deyolmaydi. Çünkü Allah Teala insonga yaxshilikni yomonlikdan farqlantirish uchun aql, xoliqini qila olishi uchun iroda, qudrat bergan. İnson gunohkor yoki mo'min bo'lishimni Allah taqdir qilib etgan deb mas'uliyatdan qochsa bo'lmaydi. Allah her insonga aql, iroda bergan. İnsanlar öz irodasi, ixtiyorligi bilan yaxshi yoki yomon ish qilishni erkin tanlaydi. Zaman ve makon cheklimasiga uchirmaydigan Allah Taala dunyoda vaqtliq yashaydigan insonning tug'ilgan cheg'idan boshlab o'lgicha nima qilganligini to'liq biladi. Allohning buni bilishi taqdir deb ataladi. Biz hayvonlarning irodasi bormi? Söyümlik timsoh. Aql va iroda faqat insonlarga berilgan. İnsan mushu aql va iroda jihatdan hayvonlardan ustun bo'lganligi uchun Janobi Allohning imtihoniga qatnashadi. Shuni yaxshi tushunish kerakki, inson aql va iroda egasi. Ammo insonni butunlay erkin deb aytolmaymiz. Har qanday insonning ish harakati o'zining qo'lida bo'lgani bilan rizqi, o'limi, beshiga keladigan balo qazolar insonning ilikida emas, Allohning ilikida. Lekin Allah Taala insonning beshiga kelgan hamma ishning ajrini berdi. Qandoqsiga? Masalan, bir inson yo'qsizlikda o'ssa, Allah uningga jannatda ko'p ajr berdi. Yana insonning tortgan kesili, jafo mushaqqatlarga sabr toqat qilishi insonni savobga erishtirib, gunohlarning kechirim qilinishiga sabab bo'ladi. Yana unutmasligimiz kerakki, Allah Taala insonlarning qilgan etganlarini o'zgartiradi. Ammo efendim, hayotdan aql va iroda insonning qo'lida deganingiz-ku? Shundoq, insonning ish harakati o'zining qo'lida ekanligini so'zlab o'tgan edik. Ammo Allah Taala insonning hamma orzusini amalga oshirishiga ba'zida ruxsat qilmaydi. Hiç nimani tushunmadim. Qushning qo'lisi qanchalik bo'lmoqchidi? Sen go'yo hammani tushungandek gap qilsan-ku? Men albatta tushundim. Amsi dapaqa nimani tushunding? Suyimli do'stlar, ko'rmisanglar televizorni o'chirib o'tay. Og'zinglarni yumsanglar tushunamiz. Bir anglayli-chi. Masalan, boshqalarga ziyon silishni o'ylagan birisiga Allah to'sqinlik qila oladi. Aroqqa dum tushib, xumar bo'lgan odamga Allah marhamat qilib, u maynatchilikdan qutuldira oladi. Shunga qo'limizdan kelgan tirishchanlikni ko'rsatib, sabr toqat qilgandan keyin Allohdan yaxshilik berishni tilab, duo qilishimiz kerak. Tugudimi? Ohay, sen de o'qishni mi bilamsan? Duo qil. Agar bu yerda bo'lmagan bo'lsam, seni chaynab burkaytdim.
Zodi tugdim o qandaq. Ammo nayt yaxshikan to'q. Dada qayt ko'rayli-chu. Arzu qilsanglar, boshqa bir vaqt ko'ray. Balalarim, qaraganda DVD plastinkasi sizlarga xili ta'sir qilgandek turdi. Mening kallamga boshqa bir aql keldi. Muhim yerlarini qayta qo'ysak, nima o'rgandinglar? Bir qarab baqsaq. Bo'ladi, qayt ko'rayli.